Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Bu kun kichik bir shaharchada oddiy kun edi. Uylardan birida Bilol ismli bir frilanser dasturchi yashar edi. Kunduzi u saytlar ustida ishladi. Kechki esa buyurtmaga dastur yaratdi. U kichkina kvartirada yolg'iz yashardi. O'sha kuni u navbatdagi loyihasini yakunladi. U to'xtovsiz klaviaturani bosib ishlardi. Kalit so'zlarni yozdi va ish yakuniga yaqinlashdi. Ishning so'nggi daqiqalarida u g'alati narsani payqadi. Notebookda web kamera ko'rsatkichi bir zumda yonib ketdi. Bilol shubhali hech narsa topa olmadi va buni notebookdagi vaqtinchalik nosozlik deb o'yladi. Ertasi kuni Bilol notebookda 7 soat ishladi. Ertasi kuni kechga hamma narsa takrorlandi, lekin bu safar kamera yanada uzoqroq yondi. U o'chib yana qayta yondi, xuddi Bilolni kimdir kuzatayotgandek. Shunda Bilol tizim tahririni ishga tushirdi va bir nechta yashirin papkalarni topdi. Ularni aslo tugatib bo'lmas edi. Qayta yuklagandan keyin u narsalar yana paydo bo'lib qoldi. Bilol tizimni chuqurroq kovlay boshladi va tizimda kuzatuvchi nomli yashirin foydalanuvchini topdi. U profilni o'chirishga urindi. Kompyuter bir muncha vaqt qotib qoldi, lekin hech qanday natija chiqmadi. Bu nimasi jin ursin, buni qanday olib tashlasam bo'ladi? Bilol qayta fayllar va foydalanuvchini o'chirishga urindi. Fayllarni chuqurroq ko'zdan kechirar ekan, u tizimda yashirin papkani topdi. Ichida rasmlar bor edi. Kimdir yoki nimadir uni kuzatib yurgan edi. Rasmlar sanalariga qaraganda bu rasmlarga bir necha kun bo'lgan edi. Mana Bilol kod yozmoqda. Bu yerda cho'zilib boshxonaga ketdi. Bu yerda u kompyuter oldida uxlab qoldi. Rasmlar orasida u nimadir dahshatli narsani payqadi. Deyarli har bir kadrda qorong'u eshik oldida uzun siluet turardi. Va har yangi rasmda figura yanada tiniqroq ko'rinar edi. Va Bilol orqasidan kimningdir sovuq nafasini sezdi. Lekin orqasiga qaraganda u yerda hech kim yo'q edi. Nima bo'layotganini tushunmay Bilol web kamerani skoch bilan yopib qo'ydi. Balki bular unga yarashadi. Ajablanarlisi shuki, bu voqealardan so'ng ba'zi papkalarni o'chirib, foydalanuvchini ham o'chirishga erishdi. Shundan so'ng u notebookni qattiq yopdi va o'zini charchagan deb bilib uxlashga yotdi. Ertasi kuni u kecha bo'lgan voqeani deyarli unutib qo'ygan edi. Kompyuterida yangi papka paydo bo'lgunicha hech narsa ko'rinmadi. Titragan barmoqlari bilan u papkani bosdi va yangi rasm ko'rindi. U rasmda Bilol kompyuter oldida o'tirardi. Rasm hozirgina olingan edi. Kamera hali ham yoqilgan edi. Televizor? U hozir u yerda. Televizor kamerasi ko'rsatkichi yana yashil yondi. Televizorning qorong'u ekraniga qarab, u qop-qora siluetni payqadi. Bu o'sha kuzatuvchi. Ha, ishqilib maxluq ekranga Bir kishi juda ham baliq ovlashga qiziqar edi, ammo uning aslo omadi kelmas edi. Unga umuman baliq chiqmasdi. Kunlarning birida u baliq tutib o'tirgan edi. Birdaniga uning qarmog'ining po'kagini baliq torta boshladi. Bir marta tortdi, 2 marta tortdi. U juda ham xursand bo'lib ketdi. Qarmoqni tortdi. Qarmog'ida turgan baliq birozgina qo'rqinchliroq edi, ko'rimsizroq edi. Xullas, u shunisiga ham rozi bo'ldi. Baliqni qo'liga oldi. Qo'lida turar ekan baliq suv deganday
og'zini ochib qo'yardi. Ko'zini u yoq-bu-yoqqa alanglatardi. Biroz g'alatiroq baliq edi. U kishi baliqni xaltasiga soldi hamda yana baliq tutishga o'tirdi. Ammo bundan boshqa birorta ham baliq tutmadi. Hamda u baliqni olib uyiga otlandi. Uyiga ham yetib bordi. Baliqni skarovotkaga solib pishira boshladi. Baliqdan qandaydir badbo'y hid keldi. Ammo boshqa iloji yo'q edi. U baliqni olib yedi. Ammo ta'mi negadir shirin edi hidiga qaraganda. Oxirgi bo'lakni yedi-da, qorni to'yganini his qildi hamda u uxlagani yotdi. Soat 2lar atrofi. U uyg'onib ketdi. U juda ham chanqar edi. U kishi o'rnidan turdi-da, hamda oshxona tarafga qarab yura boshladi. Hamda oshxonaga bordi. Oshxonadan bir stakan suvni ichdi. Ammo negadir uning chanqog'i qolmas edi. U yana jo'mrakdan suv oldi. Uni ham ichdi. Ammo uning chanqog'i aslo qolmas edi. Negaligini o'zi ham bilmasdi. Ovqatga tuzni ko'proq qo'shdimmi deya u laganni oldi hamda suv to'ldira boshladi. Dahshat! U laganni olib suvni barchasini ichib tashladi. Shunchalik ko'p suvga ham uning chanqog'i qolmadi. U suv deya ingray boshladi. Hamda u vannaxona tomonga yo'l oldi. U vannaning eshigini ochib ichkariga kirdi. U vanna jo'mragini ochib, og'zini jo'mrakka tutib, suv icha boshladi. Aslo suvga to'ymas edi. Vanna ham asta-sekinlik bilan suvga to'la boshladi. U vannaga yotib oldi. U xuddi suv so'ragan baliqdek og'zini ochib yumardi. U suvda qolib ketdi. Oradan ancha kunlar o'tdi. Uning qo'shnilari u kishi yo'qolib qolganini sezib, militsiyaga xabar berdi. Militsiya xodimlari kelib eshikni taqillatdi, ammo hech kim chiqmadi. Ular eshikni buzib kirdi. Dahshat! U qandaydir suv maxluqiga aylanib qolgan edi. Men shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki bu video ushbu kanaldan olinib, tarjima qilinib sizlarga havola etildi. Xato kamchiliklari uchun uzr so'raymiz. Mening ismim Bilol. Men sizga 2 oy oldin bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. O'shanda men piyoda sayr qilar va ko'pincha yolg'iz sayohatlarga chiqar edim. Qandaydir qorong'u va juda jimjit bo'lib qoldi. Oxiri men kichik bir yo'lga chiqib qoldim. Yo'l yonida xuddi yerdan chiqqanday 2-1 mahalliy odam paydo bo'ldi. Yo'l so'ramoqchi bo'lib og'zimni ochganimda erkak menga qarab dedi: "Izlar u yerda." Chakalakzorga barmog'i bilan ishora qildi. "Shu yo'ldan yuring" deb qo'shimcha qildi. Eslab qoling, lekin undan chetga chiqmang, aslo chiqmang. Men bosh irg'ab ko'rsatilgan tomonga yurdim. Ularning so'zlari miyamda aylanardi, ammo men buni mahalliy irim-sirimlar deb o'yladim. Qorong'ir tushganda so'qmoqni topdim. Shu payt qulog'imga bolaning yig'isi chalindi. Ovoz to'g'ri zulmatdan yo'lning chap tarafidan kelardi. Tovush juda achinarli va qo'rqinchli edi. Men ogohlantirishni esladim, lekin bolani yolg'iz o'zini qorong'u o'rmonda qoldira olmasdim. Men "Hey" deb baqirdim. Yig'i esa javoban kuchaydi. Fonarni chakalakzorga tutdim, lekin hech narsa ko'rmadim. Chuqur nafas olib yo'ldan chiqib ketdim. Butalar orasidan o'tib tovush tomon yurdim. Yig'i meni tobora uzoqroqqa boshlab, so'ngra to'xtatdi. Juda jim bo'lib qoldi. To'xtab atrofga fonar yoqdim va yig'layotgan kimsani ko'rdim. Yerda yalangoyoq turardi. Bolakay, lekin uning yuzida nimadir bor edi. Paypaslagichlarmi? Ular uning boshini o'rab, undan uzoqlashayotgandi. Keyin bolakayning boshiga kirib borayotgan paypaslagichlarning egasini ko'rdim. Bu men ko'rgan eng dahshatli maxluq edi. Avvaliga shunday tuyuldi. Bola jilmaydi.
va men tushundim. Qurbon bolakay emas, men edim. Men orqaga tisarildim, lekin kech bo'lgandi. Ular meni o'rab olishdi. Uzun barmoqlari cho'zildi va men qotib qoldim. Bilasizmi, bolani qutqarish uchun yo'ldan chiqib ketganimga achinmayman. Endi axir hammamiz katta bir oilamiz. Bu mening do'stim. Ota-onam har yili meni qishloqqa yuborishardi. Buvim vafot etgan. Kimdir uning uyiga, ekinlarga qarab turish kerak edi. Ota-onam doim ishda bo'lganligi uchun bu ish mening zimmamga tushgandi. Qarg'alar jonga tegdi. Har yili hosilni yeb bitirishardi. Ularni haydashga urinishlarim samara bermasdi. Bu yil dalaga qo'riqchi o'rnatishga qaror qildim. Oxirgi umidim shundan edi. Qo'llarim oltinligini bilardim, lekin bunday natijaga erishaman deb o'ylamagandim. Uning ko'rinishi qarg'alar u yoqda tursin, o'zimni ham vahimaga soldi. Kun tez o'tib ketdi. Bugungi ishimdan qoniqib uxlash uchun yotdim. Nimalar bo'lyapti? Eski uy kundan kunga nurab boryapti o'zi. Tinimsiz g'ishilayotgan bu vayronada qanday uxlash mumkin? Tashqariga chiqay desam sovuq shamol esyapti. La'natda, bu yaramas qarg'alar dastidan uyda ham tinchlik yo'q. Ertalab havoning avzoyi buzuq edi, xuddi mening kayfiyatimday. Dalani ko'rib qotib qoldim. Ekinlar qurib qolibdi. La'nat qanotli maxluqlar nimanidir kovlab olib yeyishardi. Hatto qo'riqchi ham ularga xalaqit bera olmasdi. Ular nimanidir qo'riqlashayotganday tuyulardi. Boshimni tiklab qaraganimda badanimdan sovuq ter chiqib ketdi. Qo'riqchining ko'rinishi juda dahshatli tus olgandi. Atrofdagi qarg'alar uning bir ishorasi bilan hujumga o'tishga shay turgan malaylarga o'xshardi. Qiziq, uning kallasiga nima qilgan? Ming la'nat, u tirik-ku. Ey Xudo, qayerga qochaman endi?